Bilasanmi, dunyodagi eng chaqqon futbolchilar gepard tezligiga deyarli teng tezlikda harakat qilishadi. Mana, jahon futbolidagi eng chaqqon 5 futbolchi. 5-raqamda Lamine Yamal, Barselonaning 18 yoshli fenomeni, allaqachon soatiga 35 kilometrga yaqin tezlikka erishmoqda. U chaqqonlik va porkovchalikni shunday uyg'unlashtiradiki, dribling paytida uni deyarli to'xtatib bo'lmaydi. Bunday tezlik o'smirda borligiga ishonish qiyin. 4-raqamda Vinicius Junior. Bu Real Madridning braziliyalik qanot hujumchisi shunchaki tez emas. Uning birinchi qadami hayratlanarli darajada tez. U soatiga 36 kilometr maksimal tezlikka erishgan va bu halokatli ilk shiddat ko'pincha himoyachilarni nima bo'lganini bilmasdan ortda qoldiradi. 3-raqamda Kylian Mbappe. Bu fransuz yulduzi chaqmoqdek tezkor bo'lib, har qanday himoya chizig'iga dahshat soladi. Uning portlovchan tezlanishi haqiqatda ham dahshatli. U rasmiy o'yinda soatiga 38 kilometr maksimal tezlikda qayd etilgan. Shuning uchun ham u sayyoradagi eng xavfli o'yinchilardan biri sifatida e'tirof etiladi. 2-raqamda Erling Haaland. Manchester Cityning gol mashinasi nafaqat bahaybat holatga ega, uning tezligi ham kishini lol qoldiradi. U Chempionlar Ligasi o'yinida soatiga 39 kilometr tezlikda yugurgani qayd etilgan. Agar bunday kuch, quvvat va tezlikni bir paketga birlashtirsangiz, siz asosan harakatlanuvchi tankni ko'rasiz. Va 1-raqamda ularning eng tezkorlari. Zamonaviy futbolning tezlik chegaralarini doim buzib kelayotgan inson. Bu tezlik shaytoni kim deb o'ylaysiz? Javobingizni izohlarda qoldiring.